Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube foydalanuvchilari, Telegram gruppam a'zolari, hammaga xayrli kun. Meni birinchi bor ko'rib turganlarga, meni ismim Baxtiyor. Bugun sizlarga asosiy shartnomalarga qo'shimcha kelishuv qilish va ularni davlat xaridlari hamda g'aznachiliklar bo'linmalaridan qanday ro'yxatdan to'g'ri o'tkazish haqida video bo'ladi. Unda boshladik. Menga bitta tashkilot shu Agrosga shartnoma tuzgan ekan, shuni qo'shimcha kelishuv qilib, shartnoma summasini uzaytirib bering dedi. Shuni hozir video qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Hop, buning uchun tashkilotda bazasi, UzAzbo dasturiga kiramiz. Birinchi o'rinda bizga kerakli ma'lumotlarni yig'ib olishimiz kerak, chunki sababi ertaga qo'shimcha kelishuvimiz xato bo'lmasdan, qaytmasdan to'g'ri o'tish kerak. Hozir har bitta elektron shartnomalarni yuborasiz, yetkazib beruvchi tomon yoki bajaruvchi tomon uni tasdiqlaydi, keyin g'aznachilikka jo'natiladi. Shuning uchun iloji boricha amallarni to'g'ri bajarish kerak. Biz buning uchun birinchi o'rinda hozir asosiy shartnomani ko'rib o'tamiz. Men hozir asosiy shartnoma bo'yicha mana yetkazib beruvchi INN'sini olganman. Buning uchun mana dasturiga kirganimizdan keyin UzAzboda g'azna klientga kiramiz. G'azna klientdan kniga registratsiya do'govga kirib, o'sha shartnomani birinchi ko'ramiz. Har bir detali bu biz uchun muhim bo'ladi. Xo'p, mana shu shartnomaga hozir biz qo'shimcha kelishuv qilib, shartnoma summasini ko'paytiramiz va buni qanday to'g'ri ko'paytiramiz. Birinchi buni shu yerda plus tugmasi bor, bossak mana shartnomani kerakli bandlari ochiladi. Sizlarga bir narsani tushuntirib qo'yishim kerak. Qo'shimcha kelishuv qilayotganda asosan nimaga e'tibor berish kerak? Agar shartnoma bo'yicha faktura qabul qilingan yoki to'lov o'tkazilgan bo'lsa, albatta o'sha oyda plan grafiki, ya'ni to'lov grafiki qo'yilishi shart, bo'lmasam o'tmaydi qo'shimcha kelishuvlar. Hozir buni nimada ko'rsatib o'taman, ya'ni aniqroq bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda yana men o'zimga mana Excelda forma yasab olganman. Bu forma sizni ishingizni juda soddalashtiradi, osonlashtiradi. Bu yerda nima bor? Xarajat moddasi, sizga o'sha shaxsiy hisob raqamga ajratilgan, smeta bo'yicha ajratilgan pul, shu pulga qabul qilingan shartnoma summasi, oylar, shu birinchi asosiy shartnoma bo'yicha ma'lumot, nima bu yerda qanday edi, tovar kodi, kassa qilingan bo'lsa, kassa qilingan va bizda bu yerda shu oylar kesimida nech pul shartnoma kirgizsak bo'ladi. Ya'ni bu bizni bexato o'tkazishimizga katta yordam beradi. Nimaga endi men hozir bu shartnomani tanladim? Ya'ni 42.99.990 ni tanladim. Misol bu xarajat moddasidan misol 10 ta, 20 ta shartnoma kiritib, misol shu kiritilgan xarajat turiga, ya'ni shartnoma qabul qilingan summalarni aniqlashtirib olish juda muhim. Chunki qaysi oyda qancha shartnoma bo'lgan, qancha qabul qilingan, pul chiqqanligi hammaga nima kerak bo'ladi. Hozir mana endi mana olamiz. Bizga kerakli modda nimasi, ma'lumotlarni yig'ishni boshlaymiz. Tovar kodi. Xo'p, tovar kodi. Bu nima degani? Misol siz asosiy shartnomada hozir mana ko'raylik, mana 3 deydigan soni va narxi 600 ming so'm. Agar siz birinchi asosiy shartnomada shunday tuzdingiz, shu tovar kodiga, lekin pul chiqmagan bo'lsa, siz misol qo'shimcha kelishuv qilayotganda, o'sha qo'shimcha kelishuv qilayotgan oyingizni, misol hozir mana mayda turgan bo'lsak, mayda ularni olib tashlab turib, hammasini mayga qo'yishimiz mumkin. Lekin faktura qabul qilingan bo'lsa yoki kassa xarajati amalga oshirilgan bo'lsa, majbur shu oylarga
to'lov grafigi qilib qo'shimcha kelishuv o'tkazasiz. Bo'lmasam g'aznachilik organlaridan o'tmaydi. Misol mana birinchi nimada tovar kodi bo'yicha tuzilgan. Lekin siz mayga kelib turib tovar kodingiz o'zgaryapti. Lekin siz asosiy shartnoma bo'yicha misol yanvarda pul chiqargansiz. Chiqargan bo'lsangiz, albatta yanvar oyiga shu xarajat tovar kodi bo'yicha tuzasiz. Lekin mayga kelib turib, keyin siz tovar kodini o'zgartirishingiz mumkin. Agar o'zgartirilishi kerak bo'lsa, agar tovar xizmatlarida tartibi o'zgarmagan bo'lsa, bu qoladi. Xo'p, endi yana bizga muhim narsa, chunki asosiy shartnoma bo'yicha biz to'g'ri yuritishimiz uchun har bitta detalni inobatga olishimiz kerak. Mana to'lov o'lchov birligi bu yerda mesяц, ya'ni oy turibdi. Siz agar bunga faktura, kassa amalga oshirilgan bo'lsangiz, albatta siz qo'shimcha kelishuv qilayotganda shu birinchi oyda oy qilib kiritishingiz kerak. Agar siz buni izmeniyasini o'zgartirib, misol shtuk yoki количество yoki nimaga o'zgartirib qo'ysangiz ham o'tmaydi. Chunki asosiy shartnoma bo'yicha dasturga aytadi, sen deydi месяц, ya'ni oy bo'yicha to'lov qilgansan va faktura qabul qilgansan degan ma'noda qo'shimcha kelishingiz qaytadi. Shuning uchun har bitta detalni inobatga olishimiz kerak. Xo'p, bo'ldi. Endi keyingisi mana birinchisida 3 ta 600 ming, mana 1.800.000 ga bo'lgan. 42.99.990 da. Endi keyingi bizga qiziq kerakli tomoni, yana g'azna klientga kirib, отчет va исполнение smeta расходовga kiramiz. Bu yerdan endi har oyma-oy shu xarajat turini o'rganib chiqamiz. Qani holati qanaqa, чтобы ertaga to'g'ri yuritilishi uchun. Mana bu yerda ko'rsak, 42.9990 da yanvar oyida 10 million pul bergan. Mana shu 10 millionni shu yerga yozamiz. Endi qarang, shu 10 millionga nisbatan necha pul shartnoma summa bog'langan deyapti. 4.990. 4.990 kiritdik. Endi fevralga o'tamiz. Shuna qilib har bitta oyda tekshirib chiqishimiz kerak. Ertaga shu narsada qo'shimcha kelishuv qilayotganda xatolik bo'lmasligi uchun. Mana 2.890.000 so'mga shartnoma bog'langan fevralga o'tib. Xo'p, endi mana martga o'tamiz. Martga o'tsak, bizga mana e'tibor bersangiz minus, ya'ni pul kesilyapti mart oyida. Ushbu nimada statiyada buni ham kiritamiz. Endi aprelga o'tamiz. Shu tartibda baribir biz ishimiz to'g'ri bo'lsin desangiz, buni albatta qilasiz. Chunki bu sizni ishingizni aniqlik darajasini o'ta katta oshiradi. Xo'p, aprelda mana 9 million limit qo'yilgan, 3.216 ga 216 ga shartnoma bog'langan. Xo'p, endi may. Mana mayda nima? Mayda ko'rsak, mana 24.840.000 so'm limitimiz bor. 24 millionga shartnoma bog'langan. Bu shartnoma boshqa tashkilotlar bilan tuzilganda, misol bu hozir biz qo'shimcha kelishuv qilmoqchi bo'lgan tashkilotda o'zi emas bu summalar. Bu boshqa tashkilot bilan tuzilgan shartnomalarda summalar ham bor. Shuni to'liq oxirigacha tortib olsak shaklimizga, keyin yana tushuncha ko'proq bo'ladi. Xo'p, 18.500.000 iyunda mana plan beryapti, ya'ni limit beryapti. Xo'p, endi iyulga o'tamiz. Iyulda qarasak hech narsa yo'q. Avgustga o'tamiz. Xo'p, avgustda qarasak 5 million yana bizga pul beryapti. Sentyabrga o'tamiz. Sentyabrda ham hech qanday kassa ham yo'q, pul ham yo'q degandek. Oktyabrda ham yo'q hech narsa. Noyabr.
noyabrda yana 5 million pul beryapti. Endi oxirgi oyimiz dekabr. Dekabrda ham hech narsa yo'q. Endi shuni yilligini tekshirib olamiz. Yilligida 70 million 840 ming, mana 70 million 840 ming va 35 million 096 ming pul, ya'ni shartnoma bog'langan summa. Endi mana bu yerda tushirib oldik. Bizga endi mana qulaylik tomoni. Bu yerda nima deyapti shu qator? Senda yanvarda 10 million pul bor edi, 4 million 990 ming so'm shartnoma tuzgansan, senda yana 5 million 10 ming so'mga limiting bor shartnoma tuzishga degani. Endi mana keyingisi esa fevralda 2 million 120 ming. Bu yerda narastash emas, shu oyda o'ziga limitni ajratyapti. Misol, siz hammasini qo'shib chiqmaysiz bu yerda. Mana itokda oxirga borganda sen 35 million 744 ming so'mlik shartnoma tuzish summa, ya'ni ilojing bor. Bu qachongacha? Misol, noyabrda bo'lgan. Noyabrdan oldin 30 million limit bo'lgan. Avgustdan oldin mana 25 million limit bo'lgan deganda edi. Chunki mana 5 million pul qo'shilyapti. Xo'p, mana siz misol hozir kelib turib, deylik, iyunda mana sizda 25 million 744 ming pul ko'rsatyapti. Lekin siz bu yoqqa kelib turib 26 million so'm qo'shimcha kelishuv qilaman desangiz, 256 ming sen minusdan o'tib ketib qolyapsan. Sen qo'shimcha kelishuv qila olmaysan, o'tmaydi degan sizga ma'lumotni beradi. Shu boshqa hech narsa emas. Mana misol, mana mayda hozir kelib turib 7 million 244 ming so'mgacha siz qo'shimcha kelishuv summa yoki shartnoma tuzishingiz mumkin shu summaga deganda mana tuzdingiz, shart may oxiri bo'yicha уже limit qolmadi degani. Tushunarligi, misol bu nima shaklda maqsadim. Endi mana tashkilot aytayapti, men 3 oylik uchun 1 million 800 tuzganman, endi hozir maydan o'tkazishim kerak deyapti. Hozir ham keyin narxi 600 ming so'm edi, endi 800 ming so'm bo'ldi demoqda. Mana menga itokda hozir 8 million 200 ga qo'shimcha kelishuv qilishim kerak deyapti. Shu summa mana 8 million 200 qilsak, mana har bitta oyda уже sig'yapti. Sababi minus chiqmayapti. Agar misol mana men aytgan 800 ming so'm qo'shsak, mana 6 million 444 ming qoladi degan edi. Lekin 8 million qo'yib olsak misol, ya'ni 6 million 400. Hatto misol shartnoma summasini biz oyma-oy emasdan bitta mayga ham kiritib olsak, 6 million 400 da deylik, pul qolyapti, yetyapti degan ma'noni bildiradi. Lekin buni biz oyma-oy qilganimiz yaxshi. Sababi bu hozirgi shartnoma Agrosk tizimiga, chunki bu oylik to'lov uchun to'laydi. Xo'p, ketdi. Mana hozir bizda 7 million 244 ming bor edi, 800 ming sig'yapti, hamma pul sig'yapti. Endi shunga qo'shimcha kelishuv kiritamiz. Buning uchun biz hozir davlat xaridlari portaliga o'tamiz. Xo'p, mana kabinetga kiramiz. Kirganimizdan keyin birinchi asosiy shartnomani topamiz. Mana asosiy shartnoma mana Uzinfocom. Bu yerda qarasangiz, mana yerda pitichka turibdi pastga. Bu yerda mana qo'shimcha kelishuv qilgan, lekin g'azdadan qaytib kelgan. Mana sababini qilsangiz, bu yerda may oyida seni smetem bo'yicha pul yetmadi degan, elektron shu dogovor ham 24 million so'mga bog'langan ham degan. Nima uchun hozir siz sig'yapti demoqchisiz degan savol bo'lishi mumkin. Hani 24 million deb. Lekin bu qo'shimcha kelishuvni jo'natishdan oldin bu smetaga izminini qilmagan tashkilot. Mana keyin qo'shimcha kelishuvni jo'natgan shu xatolik, ya'ni shu pul yetmadi degan xatolik kelgan, keyin tashkilot smetasiga o'zgartirish kiritilgan. Ya'ni mana ko'rsiz 42 110 dan 42 990 ga pul olgan. Ya'ni shu shartnomani o'tkazay deb 840 ming so'm ham olgan. Lekin tashkilot bu qo'shimcha kelishuvda hammasini may oyiga qo'yib qo'ygan. Ya'ni 8 million 200 bo'lsa, 6 million 400 ni may oyiga qo'yib qo'ygan uchun o'tmagan. Endi men aytdim, buni siz hammasini mayga qo'yib
nima deydi, pulingizni bekardan bekarga bog'lab olmang. Ya'ni 6 million 400 deb bog'lab olsangiz, siz shu oylarda pul o'tkaza olmay qolishingiz mumkin. Shu 6 million. Lekin sizni mana avgustda ham, noyabrda ham pulingiz bor. Shuni shungacha o'tkazsangiz ham bo'laveradi degandim. Unda bo'laveradi. Menga oyma-oy bo'lib berganingiz yaxshi dedi. Mana shu oyma-oyga bo'lishga kelishildi. Xo'p, endi mana qo'shimcha kelishuv kirishdan oldin endi biz reja jadval kiritishimiz kerak. Reja jadval qo'shish. O'zi lekin menda hozir qo'shilgan, mana qo'shishni ezasiz. Men sizga yana alohida ko'rsatib o'taman. Mana men Argosga do'p soglasheniya qilib kiritganman. Mana yana bitta narsa tomoni qolib ketib qopti. Uzr. Nima deydi? Yana bitta ma'lumotni olishimiz kerak edi. Hozir biz shu shartnoma bo'yicha u chiqqan chiqmaganini yozib qo'yishimiz kerak. Xo'p, mana 1.800.000 so'm fevralda chiqqan. Ya'ni mana kassa 1.800.000 ga bo'lgan. Bu degani biz hozir yanvarga yoki fevralga aniq biz to'lov grafikini kiritishimiz kerak degani. Agar kassa bo'lmaganda, misol kelgan yoki faktura qabul qilmaganda, biz qo'shimcha kelishuv qilayotganda imminni yanvar oyiga grafik qilmasdan hammasini misol mayga qo'yib qo'shimcha kelishuv qilsak bo'lar edi. Lekin hozir kassa qilgani uchun biz majbur to'lov grafikini yanvarga qo'yamiz. Endi mana yana nimaga qaytamiz? Reja jadvalga. Bu yerda aytib o'tdim, shu to'lov kodi bir xil bo'lish kerak dedim. Agar bir xil bo'lmasa, siz qo'shimcha kelishuv jo'natayotganingizda g'aznani bazasi bilan solishtirganda bir xillik to'g'ri kelmasa, seni tovar pozitsiyang to'g'ri kelmayapti deb qaytadi. Shuning uchun mana asosiy shartnoma bo'yicha tovar kodini olamiz. Mana shu yerga tushiramiz. Qilsak mana shu tovar chiqdi. Endi mana bitta tanladik. Bu bizda yanvar oyi uchun bo'ladi. Keyingisi endi mana siz nima qilasiz? Keyingisiga yana nechta? 8 ta qo'shasiz. Buning uchun 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ta qo'shilgandan keyin mana birinchi 3 tani qo'shib olasiz. Bu yanvar oyi bo'ladi, samo собой. Qarang, yana maytda условие единица yoki oy turibdi. Men sizlarga hali aytib o'tdim. Shartnomada albatta birinchi shartnoma bo'yicha qanday tuzilgan bo'lsa, shuni detalini e'tiborga olishingiz kerak. Agar e'tiborga olmasangiz ham, hatto bitta melish narsa ham sizni shartnomangizni qaytishiga majbur bo'ladi. Mana ochsak, asosiy shartnomada o'lchov birligini oy qo'yib olgan. Siz ham hozir yanvarga oyni tanlaysiz. Statyasini yozasiz. Misol yozasiz. Agros tizim uchun desiz ham bor. O'zingizga qaysi xizmat turi bo'layotgani bo'lsa, shuni yozib qo'yasiz. Xo'p, endi bu yog'iga qarang. Siz uje fevral, mart, aprel qo'yishingiz shart emas. O'sha bu yog'i qaysi oyda turgan bo'lsangiz, o'sha oyda yozasiz. Misol tovar miqdori 1 qo'yib, mayni tanlaysiz. Bu yerda ham o'sha endi bu yog'iga xohlasangiz условие единица qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz oy qo'yishingiz mumkin. Sababi bundan bu yog'iga misol bu oyda tekshiradigan o'sha hech narsa yo'q. Asosiy tekshiradigan shu kassa bugungacha holatdagisi bir xil bo'lsa bo'ldi. Siz hozir o'sha qo'shimcha kelishuv qilib shartnoma summasini oshirmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, xohlasangiz условие qilsangiz ham bo'ladi, единица xohlasangiz месяц qilsangiz ham bo'ladi. Endi bu oylik to'lov bo'lgani uchun endi men месяц qolaveradi. Bu yog'ini yana xuddi shu tartibda yozib ketaveramiz. Men prosta bir qo'yib ketaveraman, vaqt ketmasligi uchun. Xo'p, keyingisi yana 1. Endi maydan keyin iyun. Iyunda ham shunday tartibda to'ldirib chiqasiz. Mana bu yerda ham 1. Xo'p, yana 1. Men mayda 1 qilyapman-ku, bu siz o'zingiz uni yozaverasiz, agros tizimini. Imminni 1 bo'lishi kerak emas. Iyulga o'tamiz, yana oyni tanlaymiz. Xuddi shu tartibda xarajat moddasini to'g'ri qilib, shu oxirgacha to'ldirasiz va buni qo'shib olasiz. Qo'shganingizdan keyin
ro'yxatdan o'tgandan keyin mana shu chiqadi. Men уже kiritib bo'lganim uchun mana do'psaklashayda deb kiritib qo'yganman. Xo'p, endi asosiy yerga kelyapmiz. Endi mana qo'shimcha kelishuvda biz nimaga jo'natishimiz kerak? Yetkazib beruvchiga. Biz shu asosiy shartnomani topamiz. Misol mana deylik, shu Telekom desak, mana kirsangiz, shu yerda bossangiz, mana bu hali prinit bo'lmabdi. Mana buni tepasiga qilsak, qo'shimcha kelishuv degan yozuv chiqadi. Shuni bossangiz qo'shimcha kelishuvga ochadi. Endi bizda hozir mana bitta mana qo'shimcha kelishuv ochilgandan keyin mana qilib belgi bo'ladi boshida. Mana bu yerda jo'natgan, lekin qaytib kelgan. Endi buni qaytadan to'g'ri jo'natishimiz uchun biz yana shuni kiritamiz. Qo'shimcha kelishuv qildik, kiritdik. Endi mana hop, исполнитель bu yagona yetkazib berganligi uchun INN'sini qo'yamiz. Qo'ysak, hozir mana chiqsa, haqiqatdan mana chiqadi shu yagona yetkazib beruvchida. Chiqdi. Endi mana xaridlar reja jadvalini tanla deyapti. Bu yerda Argos oldin kiritilgani, lekin biz mana do'psaklashaydi degan bor. Shuni kiritamiz. Shuni tanlaymiz. Shu to'g'ri varianti. Bundan oldingisi noto'g'ri kiritilgan. Shuning uchun to'g'risini kiritamiz. Xo'p, tovar xizmatini tanlaymiz. Mana o'zi avtomatik bizga biz shu reja jadvalda yaratganimizdagi ma'lumotlar hammasi chiqadi. Tanlaymiz. Mana ko'rsangiz, mana noyabr, oktyabr oyi ham chiqib turibdi, avgust, sentyabr degandek. Xo'p, mana o'tdi. Xo'p, bu yerda qaysi oy? Mana miqdori 3 turibdi. Bu yanvar oyi. Bu yerda mana birinchi nimada narxi 600 ming so'm ekan. Shu 600 ming so'mni qo'yamiz. 1.800.000 chunki asosiy shartnoma bo'yicha biz faktura ham qabul qilganmiz, kassa ham qilganimiz uchun majbur buni kiritamiz. Xo'p, tanlang deyapti. Uslugi deyapti. Qaysi yo'nalishda bu senga deyapti. Bizda образование. Ishlab chiqarilgan mamlakat O'zbekiston. Avans to'lov 100% misol. Oldindan to'lov ishlash uchun. Endi keyingisi 800 ming so'm tanlaymiz. Xo'p, yana qaysi yo'nalishdagi bu shartnoma demoqchi, buni o'zingiz tanlab qo'yasiz. Bu yerda endi 800 ming so'm oldindan to'lov. Yo'q, bu yerda hozir 15.85 qilganmidi ekan. Mana 540 ming so'm bo'lsa, 30% to'lov ekan. Bo'lsam 30% to'lovda kiritamiz. Hop. Avans to'lov 540 ming bo'lgan. 800 ming so'mda 30% to'lovi chiqarib olamiz. Hammasiga bir xil bo'laveradi. 240 ming so'm. 30ga 70 qilib pul chiqargan uchun keyingisiga yana 800 ming so'm. Bu qo'shimcha kelishuv qilinayotgandan keyin narxi oshganligi uchun 800 so'mga o'tkazyapmiz. Yana bu tanlaymiz. Ishlab chiqarilgan mamlakat O'zbekiston 240 ming so'm. Keyingi oydagi ham xuddi shu tanlandi. 800 ming so'm, 240 ming so'm. Endi yana keyingisi 800 ming so'm. Soha yo'nalishi, oldindan to'lovi yana 800 ming so'm. Hop, yo'nalish 240 ming so'm, 800 ming so'm. Hop, soha yo'nalishi 240 ming so'm, 800 ming so'm, 240 ming so'm. Hop, endi mana qarasanglar, men birinchi nima qilganda sizlarga aytdim, endi atay hozir indamadim, endi hozir keldi. Mana bu yerga qarasangiz, ikkita turibdi oxirgi oyda. Bu yerda narxini yozaman, lekin yozsam ikkita turgani uchun 1.600 turibdi. Men nima qilganman? Men hozir dekabrdagi pulni dekabrda chiqaraman degan to'lovimni men hammasini noyabrga qo'yib qo'yganman. Sababi dekabr oyida 4-guruh xarajatlariga chiqarishga mablag' yetishmovchilik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men dekabrga to'lov grafikini qo'ymayapman. Men hammasini noyabrgacha yopmoqchiman. Shuning uchun ikkita miqdor qo'yib o'tkazyapman. 480 ming. Shu. Endi mana mana to'ldi. Hozir mana summa chiqdi 8.200.000. Endi исполнительный bu o'zi avtomat chiqadi. Endi shartnoma raqami mana bu yerda pastda dasturda o'zi sizga ko'rsatib qo'yadi. Birinchi oldingi, ya'ni asosiy shartnoma. Endi men bunga -1 qo'yib qo'yaman. Ya'ni birinchi o'zgarish. Endi data kontrakt deyapti. Men
Uje bugun necha? Bugun 23 bo'lsa, men 25 qo'yibman. Oldingisi 27. Xo'p, tugash sanasi, mana qarasangiz 31-dekabr, men ham yana 31-dekabrni tanlayman. Xo'p, mana o'zi avtomat oldindan to'lovlarni qildik, o'zi chiqardi. Biz yana bitta tekshirib qo'yamiz. 8.200 da 30% oldindan to'lovsa nech pul bo'ladi? 2.460.000. Mana 2.460.000 chiqdi. Bu tomonlar hammasi qoladi. To'lov turi 5 kun qilib qo'yamiz. Yetkazib berish 10 kun turadi. Xo'p, bo'ldi. Endi tasdiqlovchi hujjatlar deyapti. O'zi bor ekan, shartmas ekan kiritish. Yillik shartnoma summaga va narx o'zgarganiga qo'shimcha kelishuv qilinmoqda. Xo'p, mana yozdik. Biz NDS o'zi avtomat birinchi asosiy shartnoma bo'yicha chiqarib berar ekan. Agar NDS bo'lsa, NDS summani chiqadi. Xo'p, yetkazib beruvchini kabinetiga yuborish, ya'ni agar yetkazib beruvchi ham xarid UZXda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, shu nimasiga boradi shartnoma yoki Didox orqali ham jo'natishingiz mumkin shartnomani. Hozir mana huquqshunosni ham qo'shib qo'ydi. Endi biz shuni o'zini qoladi. Shu sababli biz tegmaymiz. Endi tasdiqlovchi hujjatlarni yoqish deyapti. Xo'p, bu yerda mana bizda ikkita odam bor. Qo'shamiz. Ikkinchisini ham qo'shamiz. Agar sizda bu yerda yo'q bo'lsa, o'zingiz plus tugmasini bosish orqali qo'shib olasiz. PNFLni yozsangiz chiqadi. Xo'p, подтвердитni bosamiz. Yana bunga ham bosamiz. O'sha mana tasdiqlandi. Xo'p, agar shartnomangiz maxfiylik bo'lsa, petitsiya qo'yasiz, maxfiy bo'lib boradi. Agar unaqa oddiy shartnoma bo'lsa, bu shart emas. Xo'p, mana endi biz shartnomani bir qator ko'ramiz. Xo'p, xohlasak mana bu yerda oldingi shartnomalar bor. Xohlasangiz shulardan olishimiz mumkin yoki biz yangi shartnoma shablonidan foydalanishimiz mumkin. Mana bossak, mana oldingi shartnomani nimasi chiqadi? Ro'yxati chiqadi, mana chiqdi. Tanladik. Shuni использовать в договор deymiz. Mana endi agar o'zgartiradigan joylari bo'lsa, o'zgartirib olamiz. Misol shu yerlarni bossangiz o'zi o'zgaradi. Xo'p, yana nima qo'shishimiz mumkin? Hozir biz eski shartnomani ochamiz. Endi mana maytda o'zgartirishimiz kerak ekan. Nima deysiz? Bu yerda biz shu yerda 8.200.000 qilib, hop, oylik to'lov 600.000 so'mda 800.000 so'm saqlash qilsak chiqdi, lekin bu yerga biz qo'shimcha narsa qo'shib qo'yishimiz mumkin. Sababi birinchisida 600.000 edi, endi 800.000 so'm bo'lyapti-ku. Hop, shuni shu bandni qo'shib qo'yamiz. Hop, 2-1. Shunday qilamiz. 1.8 turib orqaga qaytaramiz. Endi qo'shimcha kelishuvdan keyin shartnomaning umumiy summasi jami 8.200.000 so'mni tashkil etdi. Shartnomaning umumiy miqdori bo'yicha har oylik 800.000 so'mga oshirilib oylik to'lovga tashkil qilindi. Mana saqlanadi deymiz, essak chiqadi. Asosiy shartnoma bo'yicha yana maytda bitta nimani qo'shib qo'ysak bo'ladi. Asosiy shartnoma muddati uchun jami 1.800 so'm tashkil etilgan. Shartnomaning umumiy miqdori bo'yicha har oylik 600.000 so'mga kelishilgan desak ham bo'laverami? So'mni tashkil qilgan. Endi qo'shimcha kelishuvdan so'ng bo'ldi. Shu qatorni qo'shdik. Jami 8.200.000 bo'ldi. Keyingisi yana qayta o'zgarish kerak. Yana nima o'zgarish kiritilgan? Boshqa joylari menimcha o'zgartirish kiritilmagan. Bu yoqqa shablon bo'yicha ketorgan. Hop. Bo'ldi, shu bilan yetkazib beruvchi o'zi hisob raqamlarini qo'shadi va
bizga tasdiqlaydi, g'aznachilikka o'tadi. Hozir mana подтверждаю degan nimani bosaman. Bossam, hop, bo'ldi. Mana bu yerda sizga yana ogohlantiryapti. Shu joylari to'ldirish kerak siz tomonidan deyapti. Yana hozir bir qator ko'rib qo'yaman, qayerlar to'ldirmagan. Hop, hamma joy to'ldirilgan. Bu tepasi o'zi avtomat. Mana qatorda qo'ydik. Oldindan to'lovi 30% mana. Bo'ldi. Подтверждаю bosamiz. Do'g'irni yaratamiz. Saqlanib qolamiz. Endi mana отправить deyapti shartnomani. Отправить bossak 25-14. Bo'ldi. Shartnoma уже yetkazib beruvchiga ketdi. Yana shu yerda bossak mana ожидание подтверждения от поставщика deb bu bo'ldi. Endi hozir biz поставщикka telefon qilsak, u shartnomani o'zini tomonlarini to'ldirib, rekvizitlarini tasdiqlasa, g'aznachilikka ketadi. G'aznachilik keyin buni tasdiqlasa, ro'yxatdan o'tadi. Shu bilan qo'shimcha kelishuv qilingan bo'ladi. Sizlarga yana bir qator aytaman, asosiy e'tibor beradigan narsalar shu birinchi asosiy shartnomadagi birinchi soni, summasi, agar faktura qabul qilingan bo'lsa, qabul qilinganligi, kassasi, hammasi e'tibor berilishi kerak. Bitta tomoni hatto o'lchov birligi ham xato bo'lib qolsa, qo'shimcha kelishuv o'tmaydi. Tovar kodi ham noto'g'ri bo'lsa o'tmaydi. Shuning uchun asosan asosiy shartnomani birinchi o'tganligi va limitlaringiz yetayotganini e'tiborga olish kerak. Mayli, hammaga ishlariga omad. Shu bilan mana bitta shartnomaga qo'shimcha kelishuv o'tkazildi.